Tayyorlash kerak qaror buni. Tayyorlab. Maloy, menga qara, Liliput ko'rib senda Liliput ko'rmadim bile. O bilan. Xolajoningni seni orqangdan chiqib uyalib ketdim bilate. Voy bila. Voy jalab senga bila yedirgan hali ham rahim qildim jalab. Bir umr Dubayda qul qilib olib qolmoqchi edim sen kuntam. Videolarni qo'ymadik, sababi jalab men sharmanda bo'laydim-da, endi o'zim aytayapman. Ayag'ingni jalab. Bitta mushib onasiga majnun karkidonda yiqilib o'tiribdi, qulayapti uni. Mana qulayapti onasini ham. Tog'ni qulagandek qulab ketdi, bor peshoning. O'lib qoldimi ekan deb o'ylabdan jalab borsam unday qilib turay o'rnidan dedim bila, sharmanda, sharmisor dedim. Qulvachcha dedim bila. Aloy, тренируйся, брат. Maloy. Maloy uxlab qoldi cheti. Pidaraz biladi, sigaretni kamroqcha, gandon, tirnoqkani qil bila. Kunta katta jangda meni uyaltirma, yaqinda boy bo'ladi. Realni bo'ladi boy. Katta boy bo'ladi, 3 ta raundli boy bo'ladi. Сатор. Все, ты сказал, я упал. Готовиться буду. Agar mana shu ommani oldida aytyapman, men sen pidaraz bilan birgalikda oktagongacha kirib borsam, oktagonda ichida itdek kalta yeb yiqilib o'tirsam bugun o'sha kungidek. Agar bir umr pul bo'lasan kunta. Yo'q. Bir Сатор. Erkekcha trenirovka bo'ladi. Alloh qalasa. Alloh ko'p sigaret ko'p. Bilam sigareta, bilam sigareta tasavvuri. Takadimi bu? Aka bu 5 chakar ekan biladi, mana shunday og'zidan sigaret tushmaydi biladi. Men noch chekaman. Men onasini emsa noch chekaman-da, bu pidaras sigaret bila bir pachka chakib qo'ydi bila 5 soat, 4 soat ichida. Ha, unda bo'lmaydi. Dedinki bo'lib ketibdi-da. Ay, onasi aka sigaret chekmayman men. Я сейчас не курю же. Сатор, я сейчас не курю, готовлюсь. Maloy senga bitta savol bermoqchiman. Eshityapsanmi? Omadan tushayotgan payting kallang bilan qisilib qolmaganmisan? Сатор. Не надо материться на меня. Onang yur bilan shunaqa sharmanda qilding jalab. Bitta mushta yiqilding. Yo'q, Kurban ayramu. voy jalab, istasam bilan xolalaringni kutiga sizga aflanib ketyapman jalab bilan. Voy bila. Bitta mushiyapti onasiga dinozavrda yiqilyapti bilan. Orqaga to'ng taylayapti bilan. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, tamom, kanis film onasini ham bo'ldi. U shunday Ali Banat kirdi, Ali Banat tog'li. Ali Banat salom. Qarang, mana bu yerdan shunday tixi degan yozuv chiqdi. Bu film tugadi 10 sekund. Tamam. Bratан, давай, Sardor Zataboy стоит, газуй, брат. Ali Baba, salam alaykum. Assalomu alaykum. Kamerani oching. Nimaga? Sardor, qalaysan? Do'stim, nima gap? Kimsan? Naqaymali? Uylaydi. Onasini ko'tiga sikaman. Bo'ja, o'g'lini sikaman. O'g'lingni o'ziga sikaman. O'g'lingni qo'yaman o'ziga chort bilan. Bu yet qilyapsanmi gandoncha? Biz ukam uni Yeni ko'tiga sika qizil etik bilan. Qayerda bu itni? Qayerda bu gandon? Qarshiga. Arzida ko'tingni qisib yur, onang nomga tiqavermasan, xo'roz. Sikama. Qayerda Dilshod aka? Qayerda bu hozir? Kosonda. Borsinmi? Ya mehmon otangday ulug' deydi-ku, mehmon. Damshi, bu yoqqa ber. Dilshod kam, uni. So'ksamku. Menga qara, do'xtir. Kimni yuborasan? O'tinga sikib qo'yadi, 5-sini balasi chiptir biladi. Nima deyapsan? Chort. Turishingni qara, seni urayotgan holing yo'q. Alkash, bich. Yubor. Yana urayotgan holating yo'q. Yubor.
Elvonni ber Shahobga gapim bor. Elvon Shahobga ber. Ota, bormi senga xunuk bilan. Ya onangni sikasang qizillik bilan. Tovuqga. Ha do'stim. To'g'rimisan? Mana shu Tag'ob, sen bir ish boshlagan eding, biza xayrixohlik qilganmiz. Bir savob qilamiz, qilaylik degansan boshda, to'g'rimi? Ha? Bugun chiqib turib, shuncha odamning ichida hammani oldida onamdan so'kib ketdi. So'kdimi? Rosa so'kdi. Indamadim, so'kmadim, indamadim. O'yinli indamagan bo'lsang, men o'zim gaplashaman og'ayni. Ha, Zek bilan. Men o'zim gaplashaman, jo'rat, o'nga kiramiz. Dilshod akaga qarabchi, o'sha kuni bir kun oldin menga ulangan payti menga qarabda, Dilshod zo'r bola ekan dedi, ha dedi. Dilshod dedi, qarabchi menga dedi, mashinamga dedi, 4 ta balon olib berdi, $300 ga. Ne, mo? Endi ishga indish boray. Mana qara, Sardor. Mana eshit qil. Mana qanaqa jo'ralarim, radnoylarim qanaqa vinimana qildi Dubayga. Menga qara. Gapim Shu Dovud askalar qanaqa vinimana qildi? Manaqa inimaniya qildi dedi. Menga vala qilma, u balla bilan undan keyin ham 10 kun birga yurdim, chor. Nima bo'ldi? So'rasang aytadi. Indish biladi, tovushkar biladi, ilonboqar biladi. Nima bo'ldi? So'rasang aytadi nima bo'lganini. So'rasang aytadi, bandorcha biladi. Mana eshit qil. Nima bo'ldi? Ammo oldimga kelding chiqib qo'ygan balachaga o'xshab oldimga ikkita balani ko'tarib, bilan chiqdim. Aqlim yetadi, kirib zalga kirib ko'tiga sikib qo'yaman desam, men ichadigan odamman, men nogironman, meni qalbim nogiron, men birov urolmayman deb oldimga yig'lab doston qilding, qo'toq men. Seni onangni ko'tiga sikayman bo'lmasa. Onajoningni ko'tiga sikayveraman men sendan 1000 tasini. Onangni ko'tiga sikayveraman sendan 200 tasini. Chapga. Ya'ni amjasi Dubai kutdi ko'mdi. Chapga. Meni nomini Dubaydan Ha, bo'ldi, bizning uyga keldik. Bizning uyga keldik. 3 kecha 3 kunimiz och qo'yib, itti zanjiriga baylab qo'yiladi, tamom. Buni hurmati shu, tamom. Aytamiz bu. Menga qarab, Alkashdan do'st chiqmaydi. 1-2 qo'l viski bersa seni ham sotadi. Uzoqroq yur bundan. Ha, bo'ldi desa. Bundan uzoqroq. Alkashlardan dindan qo'ydim. Qanday tushib ketadi? Tushirib olgin do'stlar. Do'stlar, Kunda bu ey tog'alar. Zakova, bu ineniski tog'alarga Alivani bir 4-5 ta padarka urdi, uyga borib olibdi, itdan tarqagan. Yo billa. Yomon rahmat keldi. Anu yotadigan bir dona yotog'i bor ekan, sindirib tashlabdi. Zek sindirganmi kimsin? Jalar, ona sog'lar nimalar qilmaydi, biladi. Bor Yomon qildi. O'ta yomon, jabr noinsof bola ekansan, bet ham yo'q ekan, bet bilan ko'chib ekan. O'ta padarka ursa uyga borib, endi tuna biladi. Alibanatni uyga yotib olganda bor pulini yeb olgandan keyin ketayapti. Bo'lmasa ketmay kuchuk. Kecha padishga qildi uni. Bugun boryapti jalar. Maloydan ko'ringlashadi, yaxshi ketadi. Maloy. Nima uchun bunday kalang katta? Ha. Kalang boshing bunday katta bosh. Qum bosh. Sardor. Oh. Sardor. Ты не переживай. Я тебе клянусь. Вот. Nima degani? Terayotganlar uchun. Samit chamandod, qasam chamandod. Если я буду готовиться, блядь, я тебе клянусь, я тебе мама скажу, да, у меня мамы, папы нету, я тебе клянусь. Я буду тренировки делать, я буду до конца биться. В любое время. 3 месяца сказали, 3 месяца. Qazaqcha so'yla, kalangga qo'tarib qazaqmisan? Misal aytayım. 3 ay trenirovka жасаса da, ko'tin ayram, men seni aytgan so'zdan tinladim, o'qitadim.
Осы сені Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақтар, орыстар бір туған дей ма? Бір туған болады. Мен сендерді көрген кезде sen түсіндің мен, сені айтқан түсіндім. Болды. Рахмат. Молодец. Mana bu gaping boshqacha bo'ldi. Yutqazmayman. Адамда жазыватқан жандар бар ғой, адамда жазыватқан бар ғой. Men мән бермей, qo'qib basa beraman. Lekin sizlar bitta narsa aytaman. Onamiz ustidan kulayotgan stilim bor. Endi biz stilda xabar bo'lmaysiz. Shunday qilasiz. Sadri, unga Sadri. Sadri. Haydar, jim tur. O'ynacha bak, o'ynacha. Ha. Ne aylanayotgan o'ynacha bak, to'g'ri? Biroq. Bunday bunday qarasam, o'zi kichkinagina. Kallasi kattada. Uy bilan deyapman, bu kim deyapman-da? Yaxshimisan deyapman-da, shundan so'ng Anda qilib kelyapti-da bir narsa. Voy bilasan. Katta narsa. Voy bilan. Maza qilib yordingiz ichida, voy. Sardor Bey, bu bola yuzi dobr edi, bu urushadigan bolaga o'xshamaydi. Lekin bitta narsa aytaman, omading, baxting bor bola ekansan, nimaga? Qandaydir pitarazligim tutadi-da ko'pchilik mana Monster ham 2 kundan beri ko'rishaylik, boraman deyapti. Monster bilan ham ko'rishkim kelmayapti. Seni oldinga o'zim bordim, pitaraz. Men bormaydim, birovni oldiga dinnaxu deyaverdim. Oldinga bordim, qara. Ko'ngli tortgan ekan. Ha, ko'nglim tortdi. Qani bir borib internetda biz ham katta gapirdim, bilajalab kelsa kutib olaman, o'zim narsa qilaman, karochi shunaqa gapirdim, omman oldida dedimda, desta qildim bordim. Lekin bular mendan 1 soatlik yo'lda uzoqda turgan ekan, lekin bor. Sadri, Isiya program-da. Sadri, Isiya program-da. Qozoqcha so'yla, menga power, men bilan o'rischa tushunmayman. Qara, agar men otib qolsa, na shashib ketdingmi? Shashib ketdingmi? Ha? Aytib shashini atsadingmi? Respa? Meniki olmaychasa shashi. Olmaychasa. Seni sochingni borki, o'sha kunni o'zida olmoqchi edim. Bilyapti, onasi, og'izga beravermanglar. Onasini o'zini badim ko'rib qolibchi, so'g'an chiqargan odamni kallasiga qo'rtoqcham-da. Biri ham og'izga berishga qiziqib qoldi. Hamma og'izga beraveradi. Og'izga berish borki 99 moneta bo'lib qoldi janob. Qimmatroq bo'lsin, bir ko'raylik keyin biladi. Beringlarchi bir ko'raylik. Ona 99, jara 99 monetaga og'zimga berib ketishyapti. Qani bilat. Qizlarim o'rganib o'rtoq. Qizlar kimday qilaveradi? Endi bizga yarashmaydi-da, bular katta odam bilan. Sher bilan beringlar, sher bilan. Sher bilan og'zimga beringlar, bir dedim men. Joni yog'on turganimizda jahl chiqib ketib qoladi. Pusta ekranga buf qoqilib taylamansan. Karochi tog'alar bitta narsa. Buni boqsa, Aloy. Ko'tingni qisi. Ey. Ko'tingni qis deyapman. Buni boqsa odam bo'ladi. Faqat buni tarbiyalash kerak. Buni mukammallikka erishtirish kerak. Buni miyasi nosog'lomroq ekan. Qanaqadir xayolida tipa Bruslini yasadida onasini ham bilan biznes tayoq edi. Mana ana shapaloq solib qoldi-ku bolani yuziga. O'sha shapaloq solganida qaradim va bo'ldi dedim. O'sha dedim, nito dedim. Sador. Cho'tan nito dedim. Rahmat. Alo, menga qara, gapimni eshit. Agar bo'lay desang, yaxshi inson, normalniy bo'lib, normalniy bir qilaman desang, mana shu boyda nima qilib bo'lsa ham qo'tog'ini uzib olib bo'lsa ham yutishing kerak. Buni yutmasang qara lekin meni bilan ishonchimni suiiste'mol qilgan odam hisoblanasan. Tushundingmi? Yut onasini emsin. Yig'lab bo'lsa ham yut, tirnobga qil bilan. Tirnobga qil. Katta tirnobga, qattiq tirnobga qil onasini emsin. Tushundingmi? Iloji bo'lsa Bruslini tiriltirib olib kelib tirnoqqa qildir. Lekin yut.
Bo'pti. Yutadi o'ylaysanmi? To'g'ri. Endi harakat qilsa yutadi, endi yutsa kerak. Men va'da berdim-ku sizga, sochimni olib tashlamagin deb. Yutadi. Men ham shunday o'yladim. Yavdachasidan solishadi o'yladim. Qo'liga perchatkani kirgizib shundagina jang deganimiz bitta mushti go'rsida yiqilib o'tiribdi. Perchatka savolda shu joyda perchatka qanaqasini oldinglar, detskisini oldinglarmi? Qanaqasini oldinglar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bormisiz? Rahmat. Qarashda tuzimsizlar. Qizidimi havolar, tovar? Sal sovuq, hali ham sovuq Sardobiston. Milatgan hali vaqti bo'lgan yo'qmi? Yo'q, hayvonga bor, bir yarim oy bor. Jonizomonni sog'misiz, salomatmisiz? Hammalari yaxshi. Yaxshi, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Salomat bo'ling, bobom. Rahmat, sog' bo'lsin. Nima gaplar Sardorboy? Bizda tinch, hozircha mana akalar bilan gaplashib, iliq suhbat eshitib turibmiz. Mana akaxon aytyapti. Bugun hamma ko'rib o'tiribmiz. Bugun bo'lgan situatsiya bir noto'g'ri chiqib qo'ydi-da birzik. Ukajon qaytib yaqinlashma oldiga. Biz ham xafa bo'lamiz qo'shilib. Gaplashmay ham yo'lda yursin deb tushuntirishyapti menga tushunmagan joylarim. Kim bilan nima bo'ldi yana? O'zidan shu jek shuncha bir yaxshilik qildi, mana yomon yo'lga uxladi. Ichimizda qo'limizdan kelgancha paddash ketdi, oxirida o'zidan zonimdan so'kib, onangni falan qo'ydi, meni ham so'kib ketdi. Gördüm. Videolar videolari. Gördüm. Indamadim, mayli dedim onasini ham. Bunga ham bir kun insof beradi. İndemen Zeki hazır. Sen Ben ko'rdimda, prosto o'sha kecha qildingizmi efiringizda endi gapiryapsizda, men prosto u yoqda ham bo'lganman-ku, suhbatlarni eshitganimda. Alam qilganini bildim-da, chunki men ham misol uchun ba'zi bir joylarda o'zim ko'zim bilan ko'rgan joylarim bor. Narsalarni nimadirlar otilganini. Sardor, men o'shaning uchun menga anaqa bo'ldi, nima derdi bu? Shu dedim, yomon gapirmasam bo'lmaydi, brat. Chunki bundan keyin qaytsangiz orqaga, brat, men xafa bo'laman deb juda noto'g'ri ish bo'lib qoldi. Senga biroz Sardor, yo'lingizda davom ettiring, yaxshi ketasiz, bunaqa mayda-chuyda narsalarga aralashmang, brat. Zo'r qilmasa. Sizga gapiribdi, ingliz tilini o'rganib olsangiz, keyin ketdi, bonita qilib ingliz miravoy bo'lib ketib qoladi bu yoqqa. Onu kerak. Qarang, menga aniq bo'lgan joyi. Mana dedim, bir haftami, 3 kun bir yomon bo'ldi, o'zi o'tirib chiqib ko'rdi joylarda. Men aytdim, efirda ko'rgan bo'lsa, bugun akam bo'ldi bildi. Aziz yaxshimi ekan, yo bo'lmasam video qildim Telegramda. Mana dedim, buni borishdagidir yozib turdim. Bu o'zi xabar bo'lmasin, yozganlarni videolar xabar bo'lsin. Bir chiroyli bir baribir og'ir kunida sal bo'lsam qo'llab turdim. Shunday qarab turib, onangni degandan keyin ko'zim oldidan o'sha kunlar o'tdi-da. Qayg'urgan kunlarim uning uchun. Tushunasizmi? Unda bu qayg'urdimda qanday boshqacha bo'ldi. Biladi, chunki o'zim ham ko'rganman. Bir payt qarasam, onangni dedim men ham dedim, shuni. Efirdan o'chirib tashladim. Shunday o'chirdim. To'g'ri qilgan ishingiz bilasizmi? Eng to'g'ri qilgan ishingiz inamaganingiz bo'ldi. Bu juda to'g'ri. Уже kelgan men eshitdim, уже so'kir anaqot уже alamdan gapiryapti уже u yog'ini. Уже yo'qotishga hech narsa qolmadi. Уже alamdan gapiryapti. Nima gapirsa уже alamdan. Til betyapti. Til betyapti. Senga qalan To'g'ri aytyapsiz, hali bilan tashlashgan deyapti. Men turkcha ham bilmayman. İngilizce ham bilmayman. Men u bilan qanday partizatsiya bo'laman, qanday u bilan alg'oga chiqaman, shuni boshim qolib qolyapti. Halil o'ynamoqchimiz.
Ya endi tog'lar ko'raylik deyapti. Endi O'zbekistondan Turkiyani bir kuchlaysi kerak. Uni brat Istanbul tog'i men nimaga qiziqib qoldim, u juda taktichniy ekanda u. Men o'zini odamlarga o'rgatyapti. 2 marta trenirovka qildirdi, qoyil qoldim. Men bu timer bor-ku, vaqt qo'shib beradigan. Vaqt qo'shib beradiganni 2-sekund turlari endi ikkinchi marta o'yinda ham mana shunaqa o'rgatib o'tiribdi. Молодец dedim. Taktik kuchli ekan. Qarang Jakobo, onasini endi men bilan jahlim chiqadi. Bizda 5x bo'ladi o'zi bir dona. O'sha 5x ni ham birjalab 30 sekund qolganda qo'ymasdan 1 minut qolganda tiq qo'yadi. Odamlar o'rtacha yediga hozir o'xshagan video tomondan aktiv bo'lib qoladi. Oxirni kutamiz deb qo'yilsa, boyagi 5x o'zi kirib ketgan bo'ladi. Oxirdagi mamlakat o'tiramiz. Vaqt qo'yaveradi, vaqt qo'yaveradi. Va ana shunday qilib yuboradi. Biznikilar kecha men aytaman, akalar 5x qo'yinglar, voy qo'yinglar, bu qo'yinglar dema qo'ymaydi-da. Qachon o'ynamoqchisiz? Nima vaqtini belgilang? Yo'q, mana misol bugun chiqsa ham farqi yo'q, ertaga chiqsa ham farqi yo'q. Endi akalar ko'raylik shu bilan bir o'yin deyapti, shuni sinab ko'ramiz. Birisini brat, men zaman, men Solchmon Agribanatni ham chaqiramiz, men Istanbul tog'iga ham yetdingiz. Bitta post qilib, uni o'ziga ham bir druziya tashlabmi, mana ko'ring, chunki bugun odam qidirdi. Bugun kim bor menda, kim bilan o'ynasam bo'ladi, qidirdi. Bilan bizim shu payt Sardor qo'shilsaydi dedim. Nimadir bo'lib ketardi. Lekin to'g'ri bitirgan. Biza video solib, o'zimiz 5-6 odam bilan kirib bo'lsaydi, uni yutishimiz qiyin bo'lib qoladi. U bilan o'zi sulchani ketib qolsa, men ham sulchani olib ana unda kuchlar qiyin bo'lishi mumkin. Lekin u bilan parga to'p qilsa, 10 million 20 million otayotganlar bor-da. Bor. Destekini yomon o'tganlar bor, men bilaman. Oldinda bor gaplash. Mana shunday. Amen unday bo'ldi endi. Ular qaytsa, Mirzayevlar qaytsa, yana biriklar. Oldiga qardosh, nasılsın, iyi misin? Gaplashdi. Bilasan? Oldindan o'yin uchun borayotmaydi. O'yinchi, tanishda, tanish. O'yindan keyin do'stona qilib ana ko'rasizda. Yaxshi bola lekin, anaqasi yo'q. Men Sardor u bilan men echkidan chiqmay esga kelganda aytaman. Shunaqa turklar qilgan, Sardor. Xullas borku, o'ris tashladi, men peshonasini kecha qizartirganingiz bor-ku, ana bola qizartirdimi, qozoq bola. O'sha bola bilan o'ynagan o'yinida haligi bola sakradi, o'ris sakradi unga. Keyin nima dedi? Huzurimda nimadir bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Agar Sardor bir janjal qilmoqchi emasman, bir o'zimni bosib olib gapiraman. Hamma yomon sen uchun faqat o'zing yaxshi bo'lib qolyapsan-da. Men shuni tushunmayman, jigar. men o'zim Mana bu xiyonat qildi, Bekka xiyonat qildi, men xiyonat qildim. Kim yana kim qoldi yana? Qara gapimni eshit. Nima bo'ldi? Qara gapimni eshit. Men sizlar bilan bitta dasturxonda non tuzilgan bo'lsam, o'zimni pulimni yeganman, senga pulingni yemaganman, to'g'rimi? Ya pul to'g'ri, faqat pul. Yo'q, senga tushuntiraman, qara gapimni eshit. Sen akajon endi misol mana ommani oldida aytaman, sen bilan bir adovatim yoki sen bilan husumatim yo'q. Akajon bir marta ko'rishaylik, bir marta o'tiraylik, qo'shiq aytaman, mana narsa qilaman deb kelgan bo'lasan, oldimga. Nechun? Ertasi kuni qarayman, chiqib olayotganda Sardor taloncha deyapsanda, o'zimdan chiqib. Nimaga o'shanda Aziz Yusufni aytma, Aziz Yusufdan xona qilmading. Kimdan? Aziz Yusufning zakasi-ku bu. Qaysi? Mana birinchi Aziz Yusuf mening tog'am Sardor Bashiranga tashlab degan qo'shiq. Bu Azizning proyekti bu. Nimagadir sen Azizni anaqa Men Aziz senga pul berdi turib, men shu turib qo'shiq. Yo'q, pul bergani yo'q. Bu PR-ku bu prosta tak PR-ku bilan. Sen o'zing birdan bo'ldi, menga xiyonat qildi, turasizlar. Gapimni eshitib, menga qarab, shoh, menga.
Nimaiki nimadir qilishingdan qat'iy nazar bemanfaat qilmaysan-da. O'sha kuni ham biz ham multi bilan solishib qolyapmiz. O'rtada chiqib kelyapsan, o'rta joyda meni ham gapiryapsan, o'rta joyda Azizni ham gapiryapsan. O'sha bo'lgan situatsiyani boshdan oxirigacha ko'rgan odamlar bor bu yerda. Men 79 deb qanaqadir ham insonlarning shaxsiyatiga tekkanim yo'q. Chiqyapsan-da o'sha yerda menga udar berib, menga video qo'yapsan. Bu ishing emas. Hay, o'sha uchun, Sardor, o'sha uchun senga men betingga gapiraman, gapimni eshit. Kimdirlar senga kelib sovg'a urish uchun meni so'kasan. Kim menga sovg'a uradi? Nabarot bo'ldi-ku, bilat. Ko'rding-ku o'zing. Nabarot bo'ldi-ku. Menga qara gapimni eshit. Ana u kirib ko'rgan tartibini borib turib qaytarib endi to'lolmaysan o'yinni aytib. Berdim. Chumo bilan. Mana uni yalangoyoq bilan. Zo'r oldim. Senga bir narsani isbotlab berishim, senga bir narsani keltirib berishim kerak emas. Sen meni urvinimdagi odam emassan. 200 lamachi odamsan. Bir tomonlama bo'lolmagan odam, qattiq tosh bo'lmasang, okeanda cho'kib tura olmaysan. Suv ustiga chiqasan, kalg'at qushlar shunday kelib turib, ilib olib ketib qolardi. Odam bir tomonlama bo'lishi kerak. Ertaga shunday chiqib turib, bitta dasturxonda non tuz yeb, shunday chiqib turib, biroz zakaz qildi-da, qo'shiq aytib berdi deb turib, non tuz yegan odam endi chiqib turib, so'kib o'tirishing u noto'g'ri yo'q. Yana chiqib olib turib, meni qizim bor, qiz farzandim bor deysan, chiqasan-da birovi yoshgina go'dak qizini so'kasan, qizini bunday qilaman, qizini unday qilaman. Seni gapirgan gaping seriyoz emas, lekin men gapirsam seriyoz bo'lib ketadi. Shuning uchun yo'lingda yo'l bilan, bu qidish bilan. Qachon bu senin ghostingga chiqib urush chiqadi? Benda bormi, senda bile bor. O'zi kelmagan, qarasam turgan ekan. To'g'ri ko'taryapman, bu aytyapti. Nima uchun men qarang, nima uchun men? Mana misol bitta savol. Mana shuncha akalar mana to'g'ri siz misol gapingizni o'zim umringizni bo'lmay. Nimaga chiqib turib o'zi Istanbul bunday edi, o'zi Istanbul bunday edi deb gapirmayman-ku. Mana shunga o'xshagan ko'tlarni gapirsam, men faqat oppoqman, ularni gapirayotgan bo'lib qolaman. Yo'q, ular menga dahoya gapiradi. Iveriga qachon kirsangiz tema yo'q. Shunday turadi-da. Sardor bunday. Oson bo'lib qoldi tilida gapirib qo'yaverish. Tushunyapsizmi? Lekin men bitta gapirib qo'yaman. Sen gapirasan, seniki to'g'ri, biz gapiramiz noto'g'ri. Meni bilan chaynayapti, zaybal qilib yubordi, qo'shib qo'yaverib. O'sha kungi videosini ko'rayapman. Urushgan bular boshqa odamlar. O'rtada men prichom. Ana Sardor ularni so'kdi, Sardor bular so'kdi. Men so'kkanim yo'q odamlar. Chiqib turib situatsiyadan foydalanib, bir ikki so'm sovg'a olish uchun meni o'rtaga qo'shib turib, meni yomonlayveryapti. Endi bu nima ish? Erkak odam shunday bo'ladi. Mayli e'tibor bermayman, mayli-chuyda narsa bu. Men o'sha anunda ham rosa baloga qoldim. Dichkam to'lib ketdi. Ana u kuni urganimda adresdan kim o'tirdi? Hoji bola o'tirdi. Ularga urib ana qilib turdim, keyin sizga qarab o'tganimda ursam ketdi-ku, ana vazelin bilan deb nimadir gap aytdi-ku, hoji bola nima dedi. Vazelin degan gapdan keyin soобщениyalar to'lib ketdi aka, unga urmang, hojiga urmang. Xullas, eshitsangiz aka, hammaning miyasi million xil, unaqa narsaga vaqt ketkazmayman biroq. Hoji nima dedi? Hoji nima dedi? Hoji chotki, men o'sha kuni bular o'tiruvdi-da, Sardor bilan battle qilib. Men hojiga urib turdim. Endi bular endi baribir ikkalovi bitta anaqa-ku, hamtovoq-ku. O'shanga endi sal qiziq bo'lsin deb hojiga urib turdim. Endi Sardorga ham olib qo'yganimiz bor edi. Keyin Sardorga urdimda, keyin soобщение negativdan keldi. Rosa keldi. Voy, bilay dedim. Hech tushuntirib bo'lmas ekan. O'sha kuni soat 10:00 ga chiqdim, qarasam safedniga. Sen hoji bola kelyapti. Sardor ya. Nazvani любовь deyapti. O'limni o'ylayman. Davay, o'g'limda. Bular akalar bilan isyon qilib kelishgan ekan, fitna tuzib. Qiziq bo'lsin deyishgan Sardor yutamiz, monagida chiroyli bir o'zlari gruppacha qilib, zakonni palga topganda kelishgan. Bir qarasam bir tomondan tutmaga bang deyapti. Yaqinda bo'ldingmi? Katta o'yin qosh sochigacha olib tashladim. To'g'ri, polni rasosini chiqardi. O hozir aylanib O'zbekiston qanaqa aylanibdi? Qoshi yo'q, sochi yo'q. Yo'q. Sochi yo'q, qoshi yo'q hozir. Yo'q.
Ne hoji. Shu ikki og'iz gapni tushuntirib bo'lmas ekan, hammaga qiyin bo'lib ketdi. Keyin oxiri mayli dedim, уже qariganman yo'q. Qiziq bo'ldi-da, men o'zim ham efir ochaman, meni efirim anaqa uchun u radio kayfi gaplashib o'tiraman do'stlar bilan. Boya bir tashina kirdimda o'tib ketaveraman. Chiqib qoldi. Ichim to'xtadi. Kimdir boshqa birisiga balon nima? Balon boshqa biriga ochaman. Shu joyga tushibsizlar. Balon temas ketgan ekan, mashina balon haqida qilayotgan ekansizlar. Mayli, muhimi anaqa bu men уже misol uchun auditoriya sizda katta-ku, menda unaqa odam bo'lmasa ham menda bilinyapti Sardor. Bu men misol uchun buni yuzga ko'paytirishsam, buni tasavvur bo'lmas ekan bu narsani. Yuzga ko'paytirsam Sardor bosh ochib ketar ekan, o'shanga e'tibor qiling. Tushuntirib bo'lmaydi. To'g'ri, manzarada o'tirgan odamlar hammasi har xil odamda. Assalomu alaykum. Avtopiloot qo'yish kerak, o'zingizni yolg'iz his qilish kerak. Oldingizda hech kim yo'qligiga amin bo'lib, mana bu yerda qarab turgan qanchadir ham sondagi insonlarning hech kim yo'q deb harakatlansa, ana unda nima qilishingiz mumkin. Qandaydir uyat, qandaydir hissiyotingiz bo'lsa, uni yechishmaydi. Ayo, sinib Sambil tog'a. Nima yangiliklar to'g'ridan, nima gaplar bo'lyapti, nima so'zlar gaplashmaganimizga ham bir asr bo'ldi. Yangiliklar o'qiladi. Hozir Güzel odam yo'qsa, qarashsizlar bitta narsa aytmoqchiman sizga. Yo'q, Telegramda aytaman. Telegramda aytaman. Nima qilasiz? Bo'ladi to'g'ri. Dubayni akkaunti xafa bo'lmang. Hozir bugun xillar sizga bitta joydan video chiqib qoldi-da. Keyin kadalar akkauntingizni topdim-da, o'z Istanbul yozsam-da, bugun akkaunt chiqib qoldi, sizni topolmadim. Buni yangi ochganman. Nargisi blokka ketib qoldi. Sizni bunday duruzdan chiqarib yuboradi, bo'lmasam pidarazlik qilgan joyim yo'q. O'zi bu yangi akkaunt sizni qidirib ko'rganman, blokka ketib qoldi. Yana ketdi. Nima qildingiz? Bilmayman, hech narsa qilgan. 650 mingtalik ketdi, sizdan 350 mingtalik ketdi. Ikkalasini yo'q. Bu yangi akkauntni, hozir bu yangi akkaunt. Keyin bugun qidirib chiqib qoldi videosi. To'g'ri, topdim dedim, qilib chiqdi. Shu, ana kuni ham 5x nimadir deyapsiz. 5x bor, Sardor deb yozuvchi qotdi, lekin o'tmayapti va eski akkauntingizga qolib ketgan 5x'larim ekan. Shu ishlatolmayman. Zakaba, zapravka qaydan qilyapsiz? O'zim qilaman. Anaqadan Google'dan qilyapsan? Zapravka keling, qaytaylik. Kim yozyapti? Bitta qiz sherak berasiz. She'r? Qo'shiq bunaqa. Mana bu. Nima? She'r. Qo'shiq mana bu. Ertak. Sizlarmi 2 yil oldin bitta chiqib qo'yapti. Biz haqimizda she'r. Uyalib qoldim. Yomon qildilar. Yomon yasab ketgan bilan. She'r aytaman, ko'taring. Shuni chiqsa, she'r bizni yomonlagan haqida. Voy biladim. Maqtab chiqdi ekan. Bizdan yana maqtab chiqib, chiroyli she'ramiz. Qani buni shoiramiz, qani? Yozing. Kattamisiz? Farishtaman. Siz vaqtingiz olmayapmizmi? Bataqlarga bo'lsangiz men bitta uxlab turganman, ozroqgina bir charchadim, chiqaravergan gaplarni bardan deb ochdi. Endi bayqalib Siz ham ko'rinmayapsiz. Siz ham ko'rmagan chancha bo'lib ketdi. Mana Boshqa profillamanmi? Ikkinchi profilni tashlagan. Nargisdami?
Ha, Nargisdan. Bobojonlar aytib yuribmiz, qani shoira qiz ekan bo'libdi. Eshitib ko'raylik-chi. Yo'q, bemalol. Eshitib ko'raylik, oling deb iltimos qilyapti. Assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimizlar. Yerimizda haqida opajon. Sizda Sardor aka? Men Albatta. Ko'p ko'rdim, sizga erisholmayotgan qizlar bor. Siz bilan gaplashayotgan qizlar borsa ko'p. O'shalar haqida gapiramiz. Estağfurullah azizim. Kim selamet bo'lsin. Tijolatchilik joyi Yo'q, unaqa menga unaqa narsa yo'q. Akajon, menda anaqa to'g'ri faqat so'kish bunaqa yomon narsa yo'q menda. Salam yoqmaylik turibdi. Siz orzu bo'lgan qizlarni nomidan eshitamiz bo'lmasa. Yuravermay eshitdi. Bu dunyo g'amini yeya. Sohindek, sizni deya. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Tugamas ish to'rt fasl, tugamas ming nazar. Diydor, shirin asal. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Vaqt ajratib, ozgina mehr ber, ozgina. Uni top arazigina. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Vaqt o'tyapti, shosha. Yashamazga yoshlar o'sha. Lekin gapimiz o'sha. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? O'tirganimiz axir, o'tirganlarimiz yodimizda. Eslashaylik, qiziqmasin o'sha damlar o'sha. Shu savol qalbimda qilaver g'alati. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Dunyoga ustun bo'la olmaymiz. Ertaga bugunni topa olmaymiz. Bu savolni berar hech olmaymiz. Sardor aka, biz qachon ko'rishamiz? Opa, yana boshladi dadang. Sog'inmaganlar mayliga kelmang. Sizlarni yig'mayman, ahvolim qarang. Sardor akam, biz qachon ko'rishamiz? Akajon, biz qachon ko'rishamiz? Shunaqa. Qizartirib yubordi, bolani qizartirib yubordi. Dushi, dandaqa, dushi rahmat. Alloh razı bo'lsin. Rahmat akajon. Rostdan men podarka uchun chiqmadim, lekin rahmat, hurmat qilganingiz uchun